Andijonlimisiz? Yo'q, men Andijonli emasman, lekin meni onam Andijon shahrida tug'ilganligi sababli imminda Andijonda ikkinchi filial bo'lishini xohladim. Gentran nomeri 060, BYDniki 070. Eng qizig'i, undan keyin Malibu olganimda bez nomer haydab, endi Mo'kada nomer tanlagunimizcha 5 kun bez nomer haydab borganimda 080 bo'larmikin nomeri deb o'yladim deganda mo'shik. No, 060 bilasizlar 6 sonini nimaga yaxshi ko'raman degan videoimda ko'rsatganman. Prosta meni yilimga 070 oyimni yaxshi ko'rgan soni bo'lganligi sababli 7 qilingan. Otabek aka bilan birgalikda Aristi Andijonga kelmaganimizga ancha bo'lib ketdi. To'g'risi men Dubayga bordik Otabek aka bilan, keyin Tailand, keyin Toshkentni gullatdik. Umuman Andijonga vaqt bo'lmadi, lekin Otabek aka bu safar meni majburladi. Majburlab olib keldim Ruxshonani, chunki nega deydigan bo'lsanglar, bu Aristi Andijondagi filialimizga juda ham ko'p mehnat ketgan. Prosta tak ochilib qolmagan. O'ziga yarasha juda ham katta sabablar bor. Aristi Invest Andijondagi filiali aslida bu filial emas. Bu alohida yangi nima desa bo'ladi? Yangi makon, yangi dunyo. Toshkentdan farqlari ham ancha muncha. Toshkent o'rtoqlar ilm uchun, bilim uchun kompaniya bo'lgani uchun ochilgan, lekin imminda Andijon o'rtoqlar konkurensiya sababli ochilgan filial hisoblanadi. Otabek akalamizning mehnatimizda juda ham ko'p ketgan. Nimaga? Andijon birinchi ochilganda bu yoqda mentor bo'lmagan, umuman Otabek akaning o'zlari shaxsan dars berganlar bu yoqda. Shu sababli bu yoqga mehnat juda ham ketgan. Andijonda filialimiz borligi haqida juda ham ko'pchilik bilmas ekan. Hozir ikkalamiz obzorini qilib beramiz. Manzil Navruz Malli shundoq ro'parasida Aristi Soqqatdan. Keldik, kiramiz. Lokatsiya juda ham idealni tanlangan. O'zingizlar ham bilasizlar, Navruz Mal bu Toshkentliklar uchun tushuntirishim bo'yicha Navruz Mal bu Toshkentning qatig'i. Tashkent City Mall. Tashkent City Mall hisoblanadi. Endi Andijonning o'zida. Kirishdan Ruxshona Soqqatay emas, balki Road Chuck Straight muvaffaqiyatli tradingga yo'l. Demak, bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoq dars beradigan zonamiz. Hozirgi videolarda Otabek akaning o'zini dars berganlarini qo'yamiz eski holatida. Mana fasad ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa 5 kishi, 10 kishidan ham ko'proq odam sig'adi. Eng qizig'i komfort, bu yoqdagi komfort. Dizaynlar, kitoblar, bilasizlar, analizinglar, ana o'qiganda nima analizni kutayotgan paytinglar sizlar kitob o'qiysizlar, rivojlanasiz sababdan bu xona trading hall deylik. Davom etamiz. Bu yoqda kompyuterlar bor. Sharoiti yo'qlar bo'lishi mumkin. Kompyuter o'zi bilan olib kela olmaslik mumkin. Shu sababdan polniy kompyuterlarni bu yoqqa qo'yganmiz. Mentorlarimiz Andijon mentori Azizbek va Andijon mentori Abdulaziz aka. Andijonning mentorlari hisoblanishadi. Bular haqida ham bundan keyingi videolarda video chiqadi. Bu yoqni fasadini ko'rsatishingiz mumkin polniy. Administratsiya, assalomu alaykum. Bu administratorimiz Nodir aka. Agar Andijonda administratorimiz boshqa bo'lganida mana shu damda yopilib ketgan bo'lardi. Kamerada men har doim Nodir akani klientlar bilan gaplashishini ko'rib, o'zimda shunaqa xususiyatlar bormikin deb hayron qolaman to'g'risi. Постоянно giperaktivniy administratsiyamizda har doim Nodir aka juda ham katta mehnati singan Nodir akani. Va bu bizani dam olish uchun zona, bilasizlar, по-любому ota-onalar kutishadi farzandlarini yokida imtihon bo'lganda chiqib ketgan odam kutadi. Va eng qizig'i, franshiza qilib Andijon ochilmagan. Ya'ni bir xilgilar, bilasizlarmi, nomini sotadi. Nomini shu nimadir deb ochadi, prosta nomini sotadi. Bu yoq franshiza emas o'rtoqlar. Umuman bu yoqda biz o'zimizga kelganmiz, mehnat singan, Otabek aka 3 ta potokka bu yoqqa polniy dars bergan. O'zim ham har potokka master klassiga kelaman Andijonga. Keyingi xonamiz, bu xona ham dars olish xonasi hisoblanadi. Demak, podkast ko'rishayotgan ekan. Men sal pasaytirib turalisizlar, men o'rtoqlar Jahongir Ortiqxo'jayev bilan Otabek Mahkamovni juda ham yaxshi ko'raman deganmiz va niyatimiz bor bizning Otabek Mahkamovni keyingi podkastlarimizga chaqirishni. Shu sababdan butun komanda Otabek Mahkamovni kuzatishadi deb o'ylayman.
Andijon juda ham qiyinchiliklar bilan ochilgan filial hisoblanadi. Nimaga? Toshkentda bundan katta bo'lganligi sababli ham osonroq bo'ldi. Chunki tanish bilishlarimizni o'zim Toshkentda yashaymizda hamma Toshkentda. Bu yerda tanish bilishlar bo'lmagan, o'zimizda hamma yoqqa yugurganmiz. Shu sababdan qiyin bo'lgan. Nimaga men Andijonga ochilgan? Hamma qiziqadi. O'zi shunaqa opit bo'lgan Ruxshonada, bundan 2-3 yil oldin imna Andijonda Ruxshona o'zi filial ochgan. Ma'lum bir insonlar bilan bog'liq situatsiyalar va ma'lum bir voqealarning orqasidan afsuski yopilgan. Bu filialni ochishi konkretniy stimul bo'lgan, o'sha narsalarni o'sha ko'rsatib qo'yadigan odamlarga kerak bo'lsa ko'rsatish uchun. O'sha sababdan ham bu yerga ancha-muncha mehnat qilganmiz. Lekin hozirgi interyer dizaynlarini ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, Toshkentnikidan sal pastroq. Toshkent urovingida bilasizlar, Andijonda menimcha bunaqa o'quv markazi yo'q. Men javob beraman. Interyer dizayner, teacherlar, bilimlar va bu yerdagi komfort bo'yicha interyer dizaynni biza assotsiatsiya qilmayapmiz. O'sha 3 oylardan keyin, 4 oylardan keyin qilmoqchimiz. Nimagaligini Otabek aytadilar. O'zi aslida aytib o'tmoqchi edim, bilim darajasi xuddi Toshkent qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa bilim berib boriladi. Chunki Ruxshona ikkalamiz bu yerdagi hozirgi teacherlarimiz ustida o'zimiz juda ham yaxshilab ishlaganmiz, ishonchli hammasi. Undan tashqari biz planlashtiramiz, xudo xolisa 2-3 oydan keyin xuddi Toshkentdagi atmosfera qilib, Andijonni ham investitsion kompaniya qilib, katta investorlar bilan ishlaydigan atmosferani yaratmoqchimiz. Hozir ko'ryapsizlar, hammada o'quvchimiz natijasi, faqat o'quvchi, faqat dars. Biz shu narsadan birinchi bo'lib chiqib ketgan treyderlar qatoriga kirib qolsak kerak. Nimaga? Chunki qaysi kinolarni qilsak, bu yoqni atmosferasi, mana Wall Street ko'rgansizlar, katta atmosferada investorlar bilan dengi nisbatni ko'rgansizlar, kinolarda, endi sizlarga maslahat beraman. Xuddi shunaqa atmosfera kutyapti bu yoqni o'rtoqlar. Ya'ni bu yoqda realniy investitsion kompaniya. Bizda har bir o'quvchilarimiz nechta potok, hozir 8 yo 9 ta o'qigan bo'lsa, yana hammasini boshqatdan yig'iladi, bitta imtihon bilan qabul qilinib, bizdagi katta investorlar bularga investitsiya berishadi, ishlaymiz. Как prom kompaniya faqat bizda o'qigan o'quvchilar bilan bo'ladi. Ko'pchilik bilmas ekan, Andijondagi filial borligini yoki-da Andijonda filial umuman ishlashini, даже bugun qayerdanmizda topinglar desak, sizlarni Andijonda ham filiallar bormi? Arestiv franshiza bo'yladik, biza boshqa odamnikida bo'yladik deb yozishgan ekan. Eng qizig'i o'rtoqlar, bir haftadan keyin rovna bu yoqda bepul master klass qilyapmiz. Bepul kelasizlar, bilimlarni olasizlar, nima savolinglar bo'lsa bo'ladi. Hamma master klasslarda kurs reklamasi bo'lmaydi, yoqda ma'lumotlar beriladi. Har bir teacher, support teacher, adminlar o'zini stolda o'tiradi. Savol-javoblar ham juda ham boshqacha atmosferada bo'ladi rovna bir haftadan keyin. Bepul, lekin qanday qatnashamiz desanglar, shu videoda maksimal aktiv bo'linglar, kommentariy yozinglar shu videodan biza master klassga, shu 120 kishilik, 2 kishilik master klassga odamlarni tanlab olamiz. Omad hammaga o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar.